Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga reysga qo'yilgan avtobuslarimizni qisqachagina obzorga beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring. Bugungi ikkita reysimiz bor. Transportlarimiz holati ideal darajada. Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishi bo'yicha har kuni avtobuslarimiz chiqadi. Yo'lovchilarimiz birinchi reys ketish vaqtini kutib turishibdi. Deyarli to'lib qoldi. Bu tarafda ikkinchi reysimizni ham pasatga qo'yib qo'yganmiz. Har bir yo'lovchi uchun alohida ikkitadan so'mga bepul. Avtobus ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bilan jihozlangan. Ikkala avtobus ham bir xil. Bu tarafda bu to'ldi, bu tayyor. Har bir yo'lovchi uchun shunaqangi ikkitadan so'mkalar bepul bo'ladi. Kilogramning farqi yo'q. Avtobusimizni ichlari mana pokiza ko'rib turganligingdek. Bu reysimiz ham bugun chiqadi. Orqada oldida alohida monitorlar bor, ruchnolar qo'yiladigan joylar. Har bir yo'lovchi uchun mana alohida zaryadnilar. Bu yerda issiq suv, sovuq suv. Sidenalarning oralari keng, yotqizib, oyoqni uzatib qiynalmasdan uzoq yo'lga ham bemalol yetib olish mumkin. Ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpisatsiya qilib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan reyslar haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boringlar.